tushda ko'r bo'lib qolishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, har kim tushida ko'r bo'lib qolganini ko'rsa, din va islom yo'lida gumroh bo'lishiga dalildir. Tushida bitta ko'zi ko'r bo'lganini ko'rsa, yarim dinining ketishi yoki katta gunoh qilishi yoxud a'zolaridan biriga musibat yetishiga dalildir. Kirmoniyning aytishicha, tushida ko'rning qo'lidan tutganini ko'rsa, gumroh bo'lishi ishorasi. Mag'ribiyning aytishicha, tushida ko'r bo'lganini ko'rsa, yaxshi ishlari qo'lidan ketishiga dalildir. Agar birovning bir ko'zni ko'r qilganini ko'rsa, o'sha kishini din yo'lidan chiqarishiga dalildir. Agar hayvonning ko'zini ko'r qilganini ko'rsa, bu o'sha hayvonning egasiga taalluqli bo'lib, o'sha odamga birorta zarar yetkazishiga dalildir. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushda ko'r bo'lish 7 narsaga dalildir. Kambag'allikka, holi yomon bo'lishiga, g'am-anduhga, badan nuqsoniga, musibatga, boylik nuqsoniga, dinning buzilishiga. Agar ko'r kishi tushida ko'radigan bo'lib qolganini ko'rsa, dunyo ishlari yaxshilanishini bildiradi va umidsizlangan narsaga umid paydo bo'lishi va Haq taolo rahmatidan nasiba topishiga dalildir. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.